Bundan 2 yil avval, ya'ni 16 yoshligimda o'zim 18 yoshligim faraz qilgandim. Ya'ni orzu qilgandim. Hayolimdagi 18 yoshli men murattab qori, aqlli, boy, ideal figuram bor edi. Bu faqat hayolda. O'sha kun keldi. Men 18 ga kirdim. Lekin Kimdanam, mandanam, sendanam, undanam. Qolar bu dunyo ha. Alamdan yuraging. Hop! Omadsiz ishlaring yo'q. Ishingda unum yo'q ha. odamlar 18 yoshda nimalar qilib o'rgan biladi. Men hali ishimni to'liq bilmayman. Pulim yo'q, kuchim yo'q, fokusim yo'q, rivojlanishim yo'q, taqvoyim yo'q, maqsadim yo'q. Xo'p, men kimman? Sufyon. Bir minut savol bo'ldi. Lek qanaqa odamman deylik. Men qanaqa odamman? Kuchi, bemas'uliyat. Dangasa. Nimaga uyquchi? Chunki haftasining 2 kunini uxlamasdan o'tkazadi, keyin energetik ichib yuragi og'rib yuradi. Jonginam yuragi og'riydi. Okey, birinchi bo'lib yashash tarzimizni o'zgartirishimiz kerak. O'zgartirishim kerak. O'zgartirmoqchi bo'lgan narsalarim mana shu 3 ta narsani standartiga mos kelishi kerak. Xo'p, oxirat, ish, shaxsiy rivojlanish. Nimaga oxirat? Xo'p, men bu hayotda ma'nosi borligiga ishonaman. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقل وأنت يا سيدني وسيدي videolar chiqadi. Nimaga aynan islomligi haqida ham videolar chiqadi. Ikkinchisi, ish. Meni bozorda sumka do'konim bor, lekin bemas'uliyatman. 7 da chiq desa 10 da chiqaman, 5 da chiq desa 7 da chiqaman. Bozordagi vibe menga yoqmaydi. Nimaga? Savdolashtirib oladigan kampirlar, isiriq aromatli lo'lilar, tilamchilar deylik. U yerda arzon sotyapti deydigan odamlar miyani zo'rlab tashlaydi. Chidasang chiq, to'g'rimi? Mana shu 2 yil ichi qaysidir ma'noda ishimni brendga aylantirib olishim kerak. Masalan, Instagramda hozir 4000 ta podpischik bor bo'lsa, 2 yildan keyin 500 mingtaga chiqarishim kerak. 500 ming ta millionta. 500 ming million. Qaysini sutur bo'ladi, qarochi. 3. Shaxsiy rivojlanish. To'g'ri uxlash bo'lsin, kitob o'qish foydalari, zalga chiqish, to'g'ri ovqatlanish, shular haqida ham bo'ladi. Bizga 2 yillik maqsad kerak. Nima 2 yillik? Chunki 16 yoshda maqsad qilganlarimga 18 yoshda erisha olmadim. Nimaga? Chunki maqsadimni esimdan chiqarib qo'ydim. Lekin endi qonunlarimiz nimaga tayanganligini aniqlab oldik. Endi gazini bosamiz. Maqsad oxirat uchun. Murattab qori bo'laylik, davay. Ish. Bozordagi do'konni brendga aylantirib olishimiz kerak-da. 2 yildan keyin
figuram bo'lsin. Da. Sal kattaroq narsalarni ham maqsad qilaylik. Disiplina uchun motor и o'ta kuchli PC, kompyuter, video kartalari, hamma yoqda kuchli bo'lgan kompyuter. Yana bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldimi? Mashina o'zinglarmi? Da. 70-75 esa butun Osiyo taniydi. Butun Osiyo tanisa ham mayli, butun dunyo taniydi. Rossiya tan bergan. Shu gap to'g'rimi? Qashqadaryo, Surxondaryo, ana bo'rilarim, rengi bermaymiz. Biz